Markaziy Osiyoning raqamli kelajagi, global tendensiyalar va mintaqaviy tashabbuslar. Ayni mavzuda poytaxtimizda tashkil etilgan xalqaro forum mamlakatimizni IT hubga aylantirish, raqamli texnologiyalar bozorining investitsiyaviy jozibadorligini oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish yo'lida yana bir qadamdir. Jarayonlardan Shohsanam Komilova xabar beradi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish istiqbollari, hamkorlikni kengaytirish, internet salohiyatidan unumli foydalanishni muhokama qilishda mintaqaviy platformaga aylantirish bu tadbir. Unda mintaqadagi mamlakatlar vakillari, xalqaro tashkilotlar va texnologik kompaniyalar a'zolari ishtirok etishdi. Maqsad raqamli texnologiyalarni rivojlantirish orqali O'zbekistonni mintaqaviy IT hubga aylantirish. Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish mamlakat iqtisodiyoti, ta'lim, tibbiyot, jamiyatning har bir jabhasi uchun muhim. Bu borada Markaziy Osiyo davlatlarining bir nuqtada birlashishi natijadorlikni yanada oshiradi. Данное мероприятие, Центральноазиатский форум по управлению интернетом, это инициатива ООН. Ushbu tadbir Markaziy Osiyo internet boshqaruvi forumi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan yangi texnologiyalarni boshqarish bilan bog'liq global masalalarni mintaqaviy darajada muhokama qilishni maqsad qiladi. Bu yerda texnik, infratuzilmaviy kontentni tartibga solish hamda yangi texnologiyalarni hayotimizga tatbiq etish kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Markaziy Osiyo forumiga Tojikiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston Respublikasi davlat organlari vakillari taklif etilgan va ishtirok etmoqda. Shuningdek, 4 davlatning biznes sektori va nodavlat tashkilotlari vakillari ham qatnashmoqda. Bu barcha ishtirokchilar teng asosda ushbu masalalarni birgalikda muhokama qiladigan va boshqaruvdagi asosiy muammolar va tendensiyalarni aniqlab, joriy yilda Norvegiya va Jenevada bo'lib o'tadigan tadbirlarga taqdim etish uchun maydon hisoblanadi. Sun'iy intellekt borasida xavf shundaki, u allaqachon inson o'rniga qarorlar qabul qila boshladi. Shuning uchun ham biz ushbu texnologiyani jamiyat hayotiga, xususan aholiga xizmat ko'rsatish, xavfsizlikni ta'minlash sohalariga qanchalik chuqur tatbiq etish kerakligi ustida bosh qotirishimiz kerak. Maqsadimiz O'zbekistonni IT hubga aylantirish. Tadbirda asosiy hozir 3 ta yo'nalish bo'yicha muhokamalar amalga oshirilyapti. Sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha, ekosistemani rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha, ya'ni tushunamizki, bugungi kunda ekosistemani rivojlantirmasak internet ham rivojlanmaydi. 3-masala bu infrastrukturani barqaror ishlash masalasi bo'yicha. Ko'tarilayotgan masalalar juda ham muhim. Chunki biza mana shu tizim barqaror va sifatli ishlashini ta'minlamasak, ertaga ko'p muammolarga duch kelishimiz mumkin. Forumda mintaqa mamlakatlari ma'lumotlar ekotizimining shakllanishi va rivojlanishi mavzusi muhokamalar markazida bo'ldi. Очень важно, что техническое сообщество активно участвует в разработке политики. Bu forumda texnik soha vakillari ham internetni qanday boshqarish kerakligi bo'yicha muhokamalarda faol qatnashayotganligi juda muhim. Sababi internetni faqat texnik jihatdan emas, siyosiy va amaliy jihatdan ham to'g'ri yo'lga qo'yish zarur. Bu faqat qog'ozda qolmasin, amalda ham ishlasin degan maqsaddamiz. Bizning tashkilot internetning texnik tomonlarini boshqaradi. Shu sababli bu yerda hamkorlarimizga yordam beramiz, fikr almashamiz, xavfsiz va barqaror internet yaratishda ularga ko'maklashamiz. Nega bu muhim? Chunki internet rivojlansa, u orqali aqlli texnologiyalar, masalan, aqlli muzlatgich, televizor, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda katta o'zgarishlar bo'ladi. So here in this event in Central Asia Internet Governance Forum, bugun Markaziy Osiyo internet boshqaruvi forumi doirasida bizning 2 nafar mutaxassisimiz 2 ta taqdimot bilan ishtirok etmoqda. Ulardan biri sun'iy intellekt haqida bo'lib, Yevropa ittifoqida sun'iy intellekt muhitini qanday shakllantirayotgani, qanday siyosiy muammolar mavjudligi va ular sanoatga qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqida so'z yuritiladi. Albatta, sun'iy intellekt juda muhim mavzu, ammo uni rivojlantirish uchun yaxshi infratuzilma zarur. Markaziy Osiyo mintaqasida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha imkoniyatlarni maksimal darajada oshirish kabi masalalar yuzasidan hamkorlik aloqalarini mustahkamlashda ushbu forum muhim maydon vazifasini o'tadi.